Raqamli makonda jinoyatning shakli o'zgargan. Kiber jinoyatchilikka qarshi kurash frontida xizmat qilayotgan ko'rinmas qahramonlar borki, ular haqida gapirilavermaydi. Bugun shovqin solmay, jimgina ishlayotgan kiber jinoyatchilarning yo'lini kesayotgan 3-renessans yoshlaridan biri haqida tanishtirmoqchimiz. Shamsiddin Sharifjonov ana shunday murakkab va mas'uliyatli maydonni tanlagan yosh ofitser. 2023-yil Ichki ishlar vazirligi akademiyasini tamomlaganimdan so'ng Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasida o'z xizmat vazifalarimni boshlaganman. 2 yildan buyon mana axborot texnologiya sohasida sodir etilayotgan jinoyatlarga qarshi kurashish yo'nalishida xizmat qilib kelmoqdamiz. Kiber xavfsizlik yo'nalishini tanlashimizga ham sabab hozirgi kunda 21-asrda axborot texnologiyalari rivojlanib ketgan asr hisoblanadi. Hozirda bu kiber xavfsizlik yo'nalishida axborot texnologiya sohasidagi jinoyatlarda murakkabliklar, ularning fosh etilishida, ularning sodir etilishida qo'llanilayotgan usullar odamni o'ziga qiziqtirib, ichiga tortgan. Ya'ni ushbu jinoyatlarni fosh etish, jinoyatlarga qarshi kurashish hozirgi kunda zamonaviy usul desak bo'ladi. Shu sababli ijtimoiy tarmoqlarda, internet orqali kiber olamda sodir etilayotgan jinoyatlar hozirda dolzarb jinoyatlarligi sababli o'zimiz bu jinoyatlarga qarshi kurash sohasini tanladik. Hozirgi kunda fuqarolarimizning o'sha bank plastik kartalaridan yechilayotgan pul mablag'lari yoki bo'lmasa firibgarlarga aldanib qolayotganligi, ularni pul mablag'larini o'g'irlagan shaxslarni topish hamda noma'lum shaxslarni qidirib topish orqali jinoyatlarni fosh etish yo'nalishida ishlab kelmoqdamiz. Kiber xavfsizlik xodimi birinchi navbatda o'sha ichki ishlar organlari xodimi degan yuksak nomga loyiq bo'lgan yetuk soha mutaxassisi bo'lish kerak. Har bir holatga, har bir songa, har bir bo'layotgan jarayonga ziyraklik bilan e'tibor qaratish kerak bo'lgan xodim bo'ladi. Insonning barcha fazilatlarini mujassam qilgan insonlar ishlash kerak hisoblanadi. Ushbu sohada ishlayotgan har bitta xodim o'z ustida ishlash kerak. O'z ustida ishlamasa kundan kunga yangi jinoyat turlari yoki bo'lmasa yangi bir dasturlar kashf qilib borilyapti. Shu sababli o'sha internetdagi onlayn qo'llanmalar orqali ishdan bo'sh vaqtlarda yoki bo'lmasam ishdan so'ng o'sha ishdan dam olingan vaqtlarda onlayn kurslar orqali o'rganib borish kerak bo'ladi. Ushbu sohadagi har bitta yangiliklarga e'tiborli bo'lish kerak. Hozirda yangi dasturlar chiqyapti. Har bitta yangi dasturni o'rganishga e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Viloyat Ichki ishlar boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlarga qarshi kurashish boshqarmasi inspektori kasbiy professionallikka intiladi. U izni koddan, aloqani signaldan, niyatni raqamli harakatdan topadi. Ochilgan fayl ehtimoliy dalil. Ishda hatto soniyalar hal qiluvchi palla ekanligini tushungan. Qahramonimiz yosh, ammo uning qarorlarida yoshga xos shoshqaloqlik yo'q. U o'ziga nisbatan eng qattiq talabni qo'yadi. Biror ish yakunlangach yetarli degan tushuncha unga begona. Qayta tekshiradi, qayta o'ylaydi, yana tahlil etadi. Chunki birgina e'tiborsizlik jinoyatchiga yana maydon ochib berishi mumkin. O'sha kiber jinoyatlar boshlangan chog'ida birinchi fuqarolarga telefon qilib, biz sizni nomingizga kredit olayotgan odamni aniqladik, SMS kod boradi deb fuqarolarni aldashgan bo'lsa, hozirgi kunda jinoyatchilar o'zlarining ssenariylarini, ya'ni o'zgartirgan fake akkauntlar orqali tanishlariga menga ovoz bering yoki bo'lmasam biron bir bahs hodisaga uchradim, menga yordam kerak, menga ma'lum miqdorda pul kerak deb aldash yo'llariga o'tgan. Yana bir usullarga to'xtaladigan bo'lsak, hozirgi kunda sun'iy intellekt orqali o'zining yaqin shaxslarni ovozlarini, ularning o'sha gaplarini o'xshatgan holatda o'zlari tekst kiritadi sun'iy intellektga. Sun'iy intellekt ovozni o'xshatib berish orqali qo'ng'iroq qiladi, o'zining farzandi yoki bo'lmasa akasi, singlisini ovoziga o'xshatib avtohalokatga uchradim degan mazmunda qo'ng'iroq qilib, uzr, uzoq gaplasha olmayman deb o'chirib qo'yadi telefonni. Shu paytda o'sha jabrlanuvchimiz talvasa holatda bo'ladi, ya'ni nima bo'lganini tushunmaydi, vaziyat to'liq anglamagan chog'ida yana bir qo'ng'iroq bo'lib, men shifokorman yoki bo'lmasam
ichki ishlar xodimi, yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimiman deb fuqaroni yana aldovga tiqadi. Ya'ni aldov orqali seni pullaring tezroq o'tkiz, farzandingga operatsiya qilishimiz kerak yo yaqin qarindoshingni doktorda davolatishimiz kerak deb odamni talvasaga solib qo'yadi. Shu talvasaga solib qo'yish orqali pullarni oladi. Albatta, bunday vaziyatlarda sizni biron bir tanishingiz telefon qildimi, avtohalokatga uchradim, men shunaqa vaziyatda pul kerak dedimi, uni o'zini uyali aloqa vositasiga qaytarib telefon qilishimiz kerak bo'ladi. Uni qayerdaligini bilishimiz kerak bo'ladi. Sen qayerdasan deb so'rab olishimiz birinchi navbatdagi holat bo'ladi. Shuning uchun kimdir so'radimi sizdan tanishingizni o'zini telefon nomeriga qilishimiz kerak bo'ladi. U notanish nomerdan qilib aytadi-da, men ukangizman yo men akangizman, lekin notanish nomerdan qilsa ham ovozi bizga tanish-ku. Shu tanishligiga ishonib odamlarimiz aldanib qolyapti shu ovozlarga. Yana bir hozirgi kunda o'sha jinoyatlar sodir etilishdagi oldinlari Telegramdan havolalar kelgan bo'lsa, hozirgi kunda menga ovoz bering, men ovoz yig'ishim kerak degan mazmundagi xabarlar ham kelyapti. Siz unga ovoz berganingizda sizni ruxsat berib qo'ygan bo'lasiz. Siz Telegram ijtimoiy tarmog'ingiz ular o'ziga nusxalab olib, jinoiy maqsadlarda foydalanish mumkin bo'ladi. Shuning uchun har qanday ma'lumotlarni hushyorlik bilan faqatgina rasmiy havolalar orqali, rasmiy saytlar orqali olishimiz kerak bo'ladi. Davlat budjet tashkilotlari xodimlarining rahbarlik lavozimida ishlovchi shaxslar nomidan profillar ochib, ishchi xodimlarga pul mablag'i kerakligi yoki bo'lmasam pul mablag'ini o'tkazib berishligini so'rab yozilayotgan holatlar mavjud. Ushbu holatlarda ishchilar aldanib qolmasligi yoki fuqarolarimiz aldanib qolmasligi uchun pul so'ragan yoki bo'lmasam unga yordam berishini so'ragan insonlarga qo'ng'iroq qilib, unga aloqaga chiqib, senga haqiqatan pul kerak bo'ldimi, rostdan ham shu seni plastik karta raqamingmi deb so'rab olish kerak bo'ladi har bitta fuqarolarimiz. Albatta, har bir beparvolik orqasidan kelib chiqadi bu narsalar. Ehtiyotsizliklarda bank yoki bo'lmasam onlayn kreditlarda jabrlanayotgan fuqarolarimiz o'zlariga ma'lum miqdorda bankdan mikroqarzlar yoki mikrokreditlar kerak emasmi? U avvalo o'zini kredit axborot tahlil markazidagi profil orqali o'ziga kredit taqiqini qo'yib qo'yish kerak bo'ladi. Ya'ni o'zining kredit olish imkoniyatini vaqtinchalik cheklash kerak bo'ladi. Shu orqali bu jinoyat qurboniga aylanishini oldini olyapti bu shaxslar, ya'ni fuqarolarimiz. Qachonki kerak bo'lganda, ya'ni bunga ma'lum miqdorda o'sha mikroqarz yoki kredit kerak bo'lsa, murojaat qilgan holda yoki bo'lmasa o'zini One ID'dagi shaxsiy kabineti orqali kirib, taqiqni olib turib, ya'ni kredit olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Onlayn kredit rasmiylashtirib olishda o'sha zararli ilovalarni telefoniga bilmasdan saqlanib qilib, ya'ni bilmasdan telefoniga saqlab qo'ygan fuqarolarimizga ma'lum vaqtlar o'tgandan so'ng u telefonda zararli ilova bor, ishlab turibdi. Uni bilgan firibgarlar unga WhatsApp yoki bo'lmasa boshqa bir ijtimoiy tarmoqlardan video qo'ng'iroqlar amalga oshiradi. Video qo'ng'iroqni ko'targan vaqtida, javob berayotgan vaqtida uni yuzlarini, yuz qiyofasini skrinshot qilib olish yoki bo'lmasa uni yuz ifodasini, video zapisini yozib olish orqali hozirgi zamonaviy texnikalarda unga ishlov bergan holatda uning nomiga o'sha onlayn mikroqarz va mikrokredit olishda Face ID'dan o'tkazib olish imkoniyatlaridan foydalanishyapti yoki bo'lmasam ularni aldov yo'li bilan shu darajada fuqarolarimiz borki, o'zlari o'sha bankni Face ID'laridan o'tib beradi. Ular shu darajada aldab o'zini domiga tortib ishontiradi firibgarlar. U qanday ishonib qolganini bilmaydi. Fuqarolarimiz ishonchi bilan unga ishongan holatda o'zlari o'sha bank ilovalaridan o'zini uyali aloqasi vositasi orqali Face ID'dan o'tib beradi. O'sha o'tib berib onlayn kreditlar olishadi. Rasmiy davlat idoralari rasmiy hujjatlarni Telegram yoki Instagram, Facebook ijtimoiy tarmoqlar orqali fuqarolarga yetkazmaydi, rasmiy chaqiruvlarni. Hozirgi kunda Telegramda juda ko'paygan bir jinoyat turiga to'xtalsak, o'sha zararli ilovani fuqarolarimiz bilib qolganligi sababli uni tepasiga bitta rasm qo'shib qo'yapti, ya'ni hujjatni rasmini. O'ziga o'sha bir ichki ishlar organi xodimini rasmi tushirilgan profil ochib turib, o'sha suratni qo'ygan holatda profil ochib, unga aniq ism familiyalari bilan sizni sud ijro hujjatingiz deb turib yoki bo'lmasam sudga chaqiruv qog'ozi, MIBdan xat degan mazmunda zararli ilovani ustiga u rasmni qo'ygan holatda yuborish holatlari kuzatilyapti. Shu orqali fuqarolarimiz aldanib qolyapti. Ijtimoiy tarmoqlardan kelgan sudga chaqiruv yoki bo'lmasam bu sening suratingmi,
yana biri turlari MIBga chaqiruv qog'ozi, sud ijro ishi degan shunaqa odamni qiziqtiradigan mavzularni yozib, ifodalarni keltirgan holatda o'sha zararli lavhalar jo'natish kuzatilyapti hozirda. An'anaviy jinoyatchilikdan ko'ra hozirda bu axborot texnologiyasi sohasidagi jinoyatlarning yuqori qismini 60% dan yuqori qismini tashkil qilib kelmoqda. Shu sababli bu jinoyatlarga qarshi kurash yo'nalishini, targ'ibotni, fuqarolarimizning, xalqimizning barcha qatlamlariga bu jinoyatlarning qurboniga aylanib qolmasligini yetkazib chiqish bizning asosiy vazifamiz hisoblanadi. Shu orqali fuqarolarning jinoyatlardan jabrlanib qolishini oldini olishga erishishimiz mumkin. Kiberjinoyatni ochish jarayoni tashqi tomondan sokin ko'rinadi. Aslida esa ichki keskinlik yuqori bo'ladi. Soatlab davom etgan tahlil, tun yarmini kesib o'tgan tekshiruvlar, natija berishi shubhali bo'lgan yo'nalishlar. Shu pallalarda Shamsiddin hissiyotga berilmaydi. Avval strategiya, so'ng qat'iy harakatga o'tadi. Qabul qilingan qarorlar ortidan afsus kelmaydi, chunki ularning har biri puxta o'ylangan bo'ladi. Albatta inson har bitta qilayotgan ishini, qabul qilayotgan qarorini o'zi bilan o'zi kengashish kerak, ya'ni muhokama qilish kerak bo'ladi. Men biron bir ish qilish chog'ida yoki uni amalga oshirish chog'ida qabul qilayotgan har bitta qarorim o'zim bilan, o'zimni ichimdagi men bilan kelishaman. Bu ishim to'g'rimi? Bu ishimning oqibatlari qanday holatlar keltirib chiqaradi? Buni qilsam kimga naf bermaydi? Albatta inson yashash chog'ida qolganlarga naf beruvchi, ya'ni ularga yordam beruvchi ishlarni qilish kerak bo'ladi. O'zimga ko'proq beradigan savolim, bu qilayotgan ishing to'g'rimi? Noto'g'ri bo'lsa bu ishingni to'xtat. To'g'ri bo'lsa davom ettir. Odamlarga foydali bo'lsa har bir ishing degan savollar qo'yaman o'zimga. Inson hayotida noto'g'ri qarorlar ham qabul qiladi, to'g'ri qarorlar ham qabul qiladi. Insonda o'ylab qilingan qarordan afsuslanish kuzatilmaydi. Albatta bu qarorda o'zingiz bilan kengashgan bo'lasiz, o'zingiz uchun bu to'g'ri. Qachon to'g'ri hisoblayman men o'zim uchun? Shu qabul qilgan qarorim natijasida o'sha foydali ish, kimgadir ziyon, zarar yetmasa, bu qaror men uchun eng to'g'ri qaror bo'ladi. Ya'ni o'sha ichki ishlar organlari xizmatida xizmat qilishim, ushbu kasbimga, bu organni obro' e'tiboriga men qilayotgan arzimas xizmatlarim ularni yuksayishiga, xizmatlarga hissa qo'shsa, bu men uchun juda ham to'g'ri qarorlar hisoblanadi. Xalqimizga shu jinoyat qurboniga aylanmanglar deb tushuntirish chog'imizda yoki bo'lmasam jinoyat qurboniga aylangan shaxsning murojaatlarini ijobiy hal etib, uning o'sha yo'qotilgan mablag'larni qaytarishga yordam berganimizda insonda qandaydir faxr tuyg'ulari bo'ladi. Ya'ni o'sha arzimagan bir rahmat, minnatdorchilik so'zlari bizda yanada ishtiyoq bilan ishlashga, bu sohaga bejizdan kelib qolmaganligimiz, bu sohada vijdonan ishda yanada kuchli davom ettirishimizga turtki, bizga quvvat, zaryad bo'lib hisoblanadi. Kasbga bo'lgan munosabat uning hayot yo'lida alohida sahifa. Otasi izidan borib tanlangan yo'l tasodifiy qaror emas. Ichki ishlar xodimi bo'lish u uchun lavozim nomi bilan o'lchanmaydi. Xizmatga sadoqat, jamiyat oldidagi mas'uliyatga vijdon bilan ishlash deb qaraydi. Ota yo'li unga qat'iyat, sukutda ishlash, natijani gapdan ustun qo'yishni o'rgatgan. Inson o'zidan ham yuqori faxrlanishi albatta bu otasi hisoblanadi. Meni dastlab o'sha Ichki ishlar vazirligi akademiyasiga o'qishga kirganimda ham o'zimdan ham xursand bo'lgani bu, ya'ni o'zimning dadam bo'lgan. Dadam aytgan bu kasb mashaqqatlarini, buni zahmatlarini va shunday holatlar bo'lgan, farzandlariga ota yaxshisini ravo ko'rgan kabi sen ushbu xizmatni tanlayapsan, to'g'ri, vijdoni, halol xalqqa xizmat qilishing kerak degan o'gitlarni olgan holatda men ushbu kasbga kirishda o'zimga belbog' qo'yganman. Shu sababli men hayotdagi eng faxrlanishni istaydigan insonim bu dadam hisoblanadi. Hozirda mendan qay darajada faxrlanishlarini o'ylasam, men o'zim yana ham minnatdor bo'lib ishlayman kundan kunga. O'gitlarni hozirga qadar bizdan ayamaydi, o'zini xizmat jarayonida bo'lgan o'sha to'g'ri qarorlarni, o'gitlarni bizga o'rgatib keladi. Ichki ishlar organlarida xizmat qilish ishtiyoqi bor insonlar detektiv asarlarga qiziqamiz ko'pchiligimiz. Ya'ni o'sha menga eng yoqqan asarlardan biri o'sha Yulian Semyonovning Bahorning 17 lahzasi jahon adabiyoti hisoblanadi.
ushbu asarda o'qiganimda ham nima tushuncha olganman, inson o'zini xizmat qilayotgan xizmatiga hamda vataniga naqadar sodiq bo'lishligi, har qanday holatga tushishdan qat'iy nazar birinchi navbatda o'z xizmat vazifalarini to'la qonli vijdonan bajarish kerakligini ushbu asardan men o'zimga tushuncha sifatida olgan bilimlarim hisoblanadi. Talabchanlikka to'xtaladigan bo'lsak, inson hech qachon bir joyda to'xtab qolish kerak emas. Albatta o'z ustida ishlanish kerak. O'sha faylasuflarimiz aytgandek, men bilmaganlarim haqida bilganlarim naqadar ozligini tushunib yetdim degan jumlalar haqiqatdan bu hayotiy jumlalar hisoblanadi. Albatta inson o'zimizning klassik adabiyotlar yoki bo'lmasa badiiy asarlarda o'qib turish kerak bo'ladi. Shu orqali inson o'zini dunyoqarashini oshiradi, o'ziga qo'ygan talablarni, maqsadlarni yanada kattaroq olish kerak bo'ladi. Inson hech qachon o'ziga bo'ldi, yetadi degan cheklov qo'yish kerak emas. Men bundan ham yaxshirog'ini qila olaman, men bundan ham yuqori marralarga erisha olaman degan niyatlar bilan uzluksiz harakatda, intilishda bo'lish kerak. Chet davlatlarda ushbu sohani kuzatadigan bo'lsak, Indoneziya, Amerika Qo'shma Shtatlari yoki bo'lmasam o'zimiz yaqin sharq Turkiya davlatlarini kiber jinoyatga qarshi kurash bo'yicha o'zlarining dasturlarini kuzatsak, birinchi navbatda bu fuqarolarga yetkazish, targ'ibot, tashviqot ishlarini amalga oshirish orqali bu jinoyatlarni kamaytirishga erishilgan. Ya'ni xalq nima bo'lyapti? Aldanib qolyapti. Aldanishni oldini olish uchun u odamda tushuncha bo'lish kerak edi. Ya'ni o'sha muhtaram prezidentimizning 2025-yil 30-apreldagi 153 sonli qarorlarida belgilab o'tilganidek, har yilning noyabr oyida kiber madaniyatni yuksaltirish oyligi respublika miqyosida o'tkazilishi belgilab o'tilgan. Mana bu noyabr oyida ham Andijon viloyatida ham viloyat hokimimizning farmoyishlariga asosan, Ichki ishlar boshlig'ining ko'rsatmalariga asosan kiber madaniyatni yuksaltirish oyligi yuqori saviyada o'tkazildi. Aniq tahlillarga yuzlanadigan bo'lsak, noyabr oyining birinchi 7 kunligi bilan oxirgi 7 kunligida fuqarolar tomonidan kiber jinoyatchilik qurboniga aylanganlik to'g'risidagi murojaatlar tahlil qiladigan bo'lsak, birinchi hafta bilan oxirgi haftasidagi murojaatlar tafovuti 43% ga kamayganligini ko'rsatmoqda. Ya'ni nima bo'lyapti? Bu yerda fuqarolar tushuncha uyg'ongandan so'ng jinoyatchilarning aldovlariga uchmaslik holatlari kuzatilyapti. Ya'ni jinoyatchilik qurboniga aylanmayapti. Albatta, targ'ibot, tashviqot ishlarini yuqori saviyada uzluksiz davom ettirishimiz kerak bo'ladi. Bugun kiber jinoyatlarning ko'lami, nayranglari kengaygan. Raqamli jinoyatlar iqtisodga zarba, oilalarga bosim ekan, har kim ogoh bo'lishini istaydi qahramonimiz. Shamsiddin faoliyatida ana shu ijtimoiy og'riqni his qiladi. Shu bois uning faoliyati faqat jinoyatni ochish bilan tugamaydi. U xavfni oldindan sezishga, jinoyatchining yo'llarini yopishga intiladi. Andijon tumanida yashovchi bir fuqaromiz murojaat bilan kelgan, ya'ni fuqaromizni noma'lum shaxslar 1 yildan buyon aldab kelayotgan bo'lgan. Ya'ni nima deb, Koreyaga soxta viza qilib beraman. Ya'ni Koreyaga viza qilib beraman deb u ayolni aldab, pul mablag'larini kundan kun sayin seni biletingga pul kerak bo'lib qoldi, hujjatlaringga pul kerak bo'lib qoldi, vizangni chiqaraman deb aldab kelgan. 1 yil mobaynida fuqarodan 378 million miqdordagi pullarni aldov yo'li bilan o'zlarining shaxsiy bank plastik kartalariga tushirib olgan. Bu jinoyatchilar bizni topa olmaydi deb o'ylashgan, lekin bizni tezkor texnik tadbirlarimiz natijasida, xodimlarimizning izlanishlari natijasida ushbu jinoyat fosh etildi. Jinoyatni sodir etgan shaxslarga hozir qonun muqarrarligi ta'minlanib, ehtiyot chorasi sifatida qamoq ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Yana bir jinoyatga to'xtaladigan bo'lsak, o'zimizni Qo'rg'ontepada yashovchi bir ayolni Telegramda noma'lum shaxs yozgan Telegram akkauntiga. Munosabatga kirishgan, munosabat jarayonida iliq munosabatlar berilib, ular ayolga uylanaman degan vajlar bilan ayolni aldab 3 oy mobaynida ko'plab miqdordagi, jami miqdorda 1900 AQSh dollari pul mablag'larini yigit o'ziga tashlab olgan. Yigit ayolni Toshkent shahrida yashovchi insonligiga ishontirib aldab kelgan, lekin aslida biz bu holatni jinoyat murojaatiga ko'ra qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida olib borgan tezkor tadbirlarimiz natijasida
shaxs o'zimiz Andijon shahrida yashovchi yosh yigit ekanligi aniqlandi. Bu jinoyatlarimiz an'anaviy jinoyatlardan farq qiladi, ya'ni hozirgi har bitta qurilmani o'zini IP manzili bo'ladi. Har bir harakatimiz, ijtimoiy tarmoqdagi har bir harakatimiz o'zidan iz qoldiradi. Raqamli izlar bo'ladi. Ushbu izlarni topish orqali, izlanish orqali, sinchkovlik bilan har bir detaliga, har bir qismiga e'tibor qilish orqali bu jinoyatlarda ochilishiga erishsa bo'ladi. Hozirda axborot texnologiyalari asrida har qanday zamonaviy qurilmalarimizni o'zini o'sha raqamli manzillari bo'ladi. Manzillar orqali qurilma qayerda ishlagani, qurilma qayerda ishlatilgani, qanday tartibda qancha vaqt mobaynida ishlatilganiga aniqlash imkoniyatlari mavjud. Raqamli xavfsizlik orqali taraqqiyot poydevorini mustahkamlash qahramonimizning kundalik xizmat mazmuni. Monitor chirog'i yuzini yoritadi. Raqamlar tartibga tushadi. Yana bir jinoyat sxemasi parchalanadi. Balki ko'pchilik bu jarayondan bexabar, lekin kimningdir mablag'i saqlanib qoladi. Ertangi kuni himoyalanadi. Bugun bu yo'nalishda xizmat o'tayotgan xodimlar ana shunday ko'rinadi. Jim, ammo samarali ishlaydi. Ko'zga tashlanmaydi, lekin ta'siri chuqur. Shamsiddin Sharifjonov zamonaviy kiber xavfsizlik frontida xizmat qilayotgan yosh ofitser. Kasbini sharaf deb bilgan, kelajak tinchligini bugundan himoyalayotgan avlod vakili.